davlatimiz rahbari kuni kecha Markaziy Osiyo yetakchilari bilan Donald Tramp bilan C5+1 formatida uchrashganda o'zaro hamkorlik haqida ham keng qamrovli shartnoma imzoladilar va endi buni ijtimoiy tarmoq turlicha talqin qilyapti. Go'yoki o'sha O'zbekiston o'ziga kerak bo'lgan summani o'zi boshqa investorlarni jalb qilayotgan bir davrda, ya'ni mamlakatdan shuncha pulni AQSh iqtisodiyotiga kirityapti degan iddaolar bo'lyapti. Endi bizni e'tibor qiladigan boshqa bir jihati bor. Chunki O'zbekiston bugun oldingidek xomashyo davlat emas, balki investor davlat sifatida yirik iqtisodiyotga ega bir mamlakatga investitsiya kiritishi faqatgina ijobiy ahamiyatga ega. Biz bilamizki, bugun investor har doim foyda uchun yuradi. Avvallar bizda masalan investitsiya jalb qilib, bu bo'yicha yillar davomida tajriba to'pladikki, endi bizning tadbirkorlarimiz ham xorijiy mamlakatlarga investitsiya kiritish orqali foyda olish nima ekanligini anglab bo'ldi. Shu jihatdan davlatimiz rahbarining bugungi tashabbuslarida faqatgina kelajak o'ylanyapti. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan bir mavzulardan biri O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi o'zaro investitsion bitim haqida ketyapti. Chunki davlatimiz rahbari kuni kecha Markaziy Osiyo yetakchilari bilan Donald Tramp bilan C5+1 formatida uchrashganda o'zaro hamkorlik haqida ham keng qamrovli shartnoma imzoladilar va bu AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan juda ham maqtovlarga mos ravishda e'lon qilindi. Ya'ni O'zbekiston va AQSh o'rtasida 135 milliard dollarlik shartnoma qilindi deb. Endi buni ijtimoiy tarmoq turlicha talqin qilyapti. Go'yoki o'sha O'zbekiston o'ziga kerak bo'lgan summani o'zi boshqa investorlarni jalb qilayotgan bir davrda, ya'ni mamlakatdan shuncha pulni AQSh iqtisodiyotiga kirityapti degan iddaolar bo'lyapti. Endi bizni e'tibor qiladigan boshqa bir jihati bor. Chunki O'zbekiston bugun oldingidek xomashyo davlat emas, balki investor davlat sifatida yirik iqtisodiyotga ega bir mamlakatga investitsiya kiritishi faqatgina ijobiy ahamiyatga ega. Biz bilamizki, bugun investor har doim foyda uchun yuradi. Avvallar bizda masalan investitsiya jalb qilib, bu bo'yicha yillar davomida tajriba to'pladikki, endi bizning tadbirkorlarimiz ham xorijiy mamlakatlarga investitsiya kiritish orqali foyda olish nima ekanligini anglab bo'ldi. Shu jihatdan davlatimiz rahbarining bugungi tashabbuslarida faqatgina kelajak o'ylanyapti. Chunki biz yirik iqtisodiyotga investitsiya kiritadigan bo'lsak, faqatgina daromad olamiz. Chunki buni xorij davlat tajribasi ko'rganmiz. Saudiya Arabistonda, Qatarda, Birlashgan Arab Amirlik mamlakatlarida ko'radigan bo'lsak, ular Amerika iqtisodiyotiga milliardlab dollar investitsiya kiritgan va buni orqasidan qanchalar foyda olayotganligi va u davlatlarning rivojlanganligi va AQSh bilan munosabatlarni o'zaro hamkorlikda qanchalik yirik bir summalar haqida ketayotganiga guvoh bo'lmoqdamizki, bu esa haqiqatan bugun O'zbekiston tomonidan kiritilayotgan investitsiya bizning mamlakatimizni kelajagi uchun qo'yilgan katta bir sarmoya sifatida e'tirof etish mumkin. Chunki faqatgina davlatimiz foyda oladi. Shuning uchun biz bu davlatimiz rahbarining tashabbusini qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki faqat qilinayotgan har bir ishdan asosiy maqsad shuki, millatimiz kelajagi. Biz aytdik, har qanday masalan tinchlik yo'l bilan hal etamiz va mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlaymiz deb oldimizga maqsad qo'yganmiz va davlatimiz rahbarining olib borayotgan bu siyosati buni haqiqatan bugun o'sha haqiqiy hayotda aks etayotganligi bir namunasi deb baholash mumkin.